Global mehnat bozoridagi imtiyozlardan unumli foydalanish maqsadida bugun Samarqand shahrida xorijda ish mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Tadbir Samarqand viloyati hokimligi, Migratsiya agentligi va xususiy bandlik agentliklari uyushmasi hamkorligida o'tkazilmoqda va mahalliy aholiga xorijda qonuniy, xavfsiz xorijda ish imkoniyatlari bevosita taqdim etishga qaratilgan. Ishtirokchilar Bolgariya, Germaniya, Latviya, Litva, Xorvatiya, Polsha, Slovakiya va boshqa davlatlardagi mavjud vakansiyalar, faoliyat shartlari va viza tartib-taommillari haqida batafsil ma'lumot olishdi. Mehnat yarmarkasini tashkil etishidan biz xursandmiz. Men talabalarni olib keldik. Getburg xususiy bandlik agentligiga ishonaman to'g'risida. Shuning uchun men hozir kelib ko'rib, maslahatlashdim. Rahmat siluvchi mana shu narsalarni tashkil qilganlaring uchun. Tadbir mamlakat bo'ylab olib borilayotgan safariy yarmarkalar loyihasining navbatdagi bosqichi bo'lib, ishtirokchilar uchun konsultatsiyalar, bevosita suhbatlar va hujjatlar bilan bog'liq amaliy yo'l-yo'riqlar tashkil etilgan.